Assalomu alaykum. Sizlar bilan Xirurg Shirinovman. Bugun aytmoqchi bo'lgan ma'lumotimiz sizlarga keng tarqalgan kasalliklardan biri exnokokkoz kasalligi. Exnokok haqida insonlar orasida noto'g'ri tushuncha bor. Ko'pchilik uni jigardan yuqadi yoki yaxshi pishirilmagan go'shtdan yuqadi, yaxshi xom shashlikdan yuqadi deydi. Aslida unaqa emasligini hozir sizlarga ko'rsatib beraman. Xullas, exnokok kasalligini ikki xil yashash shakli bor. Exnokok bu qurt shaklida yashaydi hamda kista yoki pufak shaklida yashaydi. Ana bu kista yoki pufak shaklidagisi inson, qoramol, qo'y, echkilarni organizmida kechadi. Qurt shaklida yashashi bu yirtqich hayvonlar, ya'ni it, mushuk, bo'ri, tulkilarni ichagida yashaydi. Bu exnokok qurti. Exnokok qurti ichagida yashaydi, yirtqich hayvonlarning ichagida yashaydi. Uzunligi 5 cm dan 7 cm gacha. Aynan ana shu qurt o'zidan tuxum qo'yadi. Tuxum itni axlati bilan tashqariga chiqishi kerak. Axlat tekkan suv, qaynatilmagan bo'lsa agar, yaxshi yuvilmagan ko'kat, meva, sabzavotlar, har xil inson organizmi bilmasdan qabul qilib qo'ysa, qabul qilgandan keyin bunda buni tarkibidagi ko'zga ko'rinmaydigan mikroskopik tuxumlar qon orqali jigarga keladi. Jigarga kelgandan keyin kistaga aylanadi. Kista degani nima degani? Kista taxminan dumaloq koptokka o'xshagan narsa, shar shaklida bo'ladi. Sharning ichida o'zini suyuqligi bo'ladi. Suyuqlikni tashqaridan xaltacha bo'lib o'rab olgan bo'ladi. Mana bu sekin-sekin kattalashib keladi. 1 yilda 1 cm o'sadi. 10 cm, 15, 20 cmgacha kattalashib ketishi mumkin. Jigarni, o'pkani, miyani qisib qo'yib, har xil turli asoratlar keltirib chiqaradi. Xullas shunaqa bo'ladi. Ana bu aynan mana shu qoramol, qo'y, echkilarning jigarida agar exnokok bo'lsa, uni itlar, mushuklar, boshqa narsalar yeb qo'ysa, qaytib ichakka keladi, itni ichagiga yoki mushuklarni. U yerda qaytib yana qurtga aylanadi. Qurt shaklida inson organizmida bu uchramaydi. Inson organizmida faqat haligi nima shaklda uchraydi? Kista shaklda. Shu uchun oraliq xo'jayini, asosiy xo'jayin degan narsa bor meditsinada. Asosiy xo'jayini itlar, oraliq xo'jayini insonlar hamda qoramollar. Mana bu yerda shu narsa aytib o'tilgan. Mana qarang, bekorga it bilan odam organizmi, qo'y, echkilarning nima rasmi yo'q. Mana itning ichida mana bu parazit, qurt, shuncha kattalikda, где-то 5-6 cm. Bu tuxum qo'yyapti. Tuxum tashqariga tushdi, havoga tushdi. Yuvilmagan suv ko'kat bilan organizmga tushgandan keyin mana bu yerda kistaga aylanadi. Mana kistaning ichida mayda har xil nimachalar bo'ladi. Scolex deymiz meditsina tilida. Urug'chalar bo'ladi. Urug'lar bilan zararlangan jigarni yana qaytib it yesa, itni ichagiga kelib, yana qaytib bu qurtga aylanadi. Ana shunday aylanib yuraveradi. Shu uchun inson organizmiga yuqishi uchun bu axlat tekkan, ifloslangan suv yoki ko'kat yoki meva sabzavot organizmga tushishi kerak. Bo'lmasa yo'qolmaydi. Jigardan to'g'ridan-to'g'ri yo'qolmaydi. Mana shu holatni bilishimiz kerak. Demak, buni oldini olish uchun suv yaxshilab qaynatilgan bo'lishi kerak. Meva sabzavotlar ishonchli joydan olingan, ko'katlar ishonchli joydan olingan hamda yaxshilab yuvilgan bo'lib, keyin iste'mol qilishimiz kerak. Mana bu yerda hozir ko'rsatib o'tamiz. Jigarda exnokok kasalligi qanaqa ko'rinishini mana kompyuterda rasmimizda bor. Mana bu jigar bo'lsa, ichida shunaqa ko'rinishda shar shaklda nimalar bo'ladi, exnokok kistalar bo'ladi. Mana biz jigarni kesib ichidan olayotgan nimamiz, holatimiz. Ana shunaqa holat. Exnokok kasalligi odamda faqat operatsiya yo'li bilan davolanadi. U haqida keyinroq gaplashamiz. Rahmat hammalaringizga.